O'zbekistonda million pulni aylantirib tashlayotgan mashina qaysi? Tez topinglar. Ozgina vaqt beraman. Bu Damas. Legenda. Damas pul topgandan keyin unga mehr berish kerak. Mehr berishni motordan boshlaymiz. Hozir so'raganlar uchun motorni qanaqa yuvamiz deganlar uchun Damas motorini men sizlarga yuvib ko'rsataman. Bampaka rastvor tayyorlaguncha tez kargoga obuna bo'lamiz. Qiziqarli kontentlarni o'tkazib yubormaymiz. Suv oldik, yarim chelak. Solamiz mana shunaqadan ikkita. 2000-yillar klassika texnologiyasi bu ispitaniyadan o'tgan. Qo'rqmasdan faqat buni kuzovga chekasiga oqizib yubormanglar. Keyin qiynalasizlar. Kerak emas bu ishlar. Xo'p, rastvorni tayyorlab oldik. Endi ketdi. Rastvorni mana shunaqa qilib yuvamiz. Mana shunaqa qilib ich qatini bekitib o'tirish shart emas. Buni agar gazi bo'lsa, gazi kompyuterni yopib yuborasizlar. Bak bunda kompyuter bo'lmaydi. Bu tramblyorlik-ku, orqasida tramblyor. Bu как beskontakt shampunga o'xshab o'zi sana yevoradi. Endi bu birinchi jarayon. Ikkinchi jarayonda bu paka uvib tursin. Utyonik bilan mana shunaqa qilib chekkadagi nagarlarini tozalab yuboramiz mana shunaqa qilib. Bemalol. Buni eng yaxshisi samomoykada qilib yuborganinglar ayni muddao bo'ladi. Bo'ldi, mana shunaqa qilib hamma yog'ini chiqalab chiqdik. Endi samomoykani karchiri kerak bo'ladi. Karchirroq oldik. Buni tramblori mana orqada bo'ladi. U yoqqa juda ko'p urish shart emas, u ichkari. Kerak bo'lmaydi. Mana shularni mashinaga minnatdorchiligimizni mehr berib bildiramiz. Sizlar bilan Don Zafar.